Mbappe va Bellingham bu o'yinchini Real Madriddan haydashmoqchi. Jamoada yangi janjal paydo bo'ldi. Hoziroq Jonim futbolim kanaliga obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, shunaqa yangiliklardan qolib ketmaysiz. Ancelotti davrida bu jamoa aynan do'stlik bilan ajralib turgan bo'lsa-da, u ketganidan so'ng o'yinchilar darhol o'z fikrlarini bildirishni boshlashdi. Va shunga ko'ra Kylian Antonio Rudiger bilan bitta jamoada o'ynashni istamayapti. Real jamoa ichida janjallar bo'lganida qo'lidan kelgancha buni bekitishga harakat qiladi. Ammo Arsenalga qarshi ikkinchi o'yindan oldin mashg'ulotlarda Jude Bellingham va Rudiger urushib ketgani haqida gap chiqqan edi. Hozirda esa Mbappe ham nemis yulduzi bilan yaxshi munosabatda emas ekan. Asosiy sabablardan biri uni xarakteri, ya'ni unga nimadir yoqmaydigan bo'lsa, ochiqchasiga gapirib urushib beradi. Ammo jamoaning bosh murabbiyi va prezidenti o'zlarining yulduzlarini yonini olishyapti va shuning uchun Rudigerni sotib olmoqchi. O'rniga esa bundan ham qiyinroq xarakterga ega bo'lgan o'yinchi kelishi mumkin.